Donishmandning sirli bog'i. Bir zamonlar uzoq-uzoqlarda tog'lar ortida kichkina bir qishloq bo'lgan ekan. Ushbu qishloq atrofida sirli bog' mavjud edi. U yerda eng noyob va sehrli gullar o'sar edi. Bu bog'ning egasi donishmand edi. U hech kimga bog'ga kirishga ruxsat bermas edi. Qishloqda Yasmina ismli yaxshi qalbli qiz yashar edi. Uning eng katta orzusi bu sehrli bog'ni ko'rish edi. Bir kuni u jasorat to'plab bog'ga kirib ketdi. Bog' ichkarisida u hayratlanarli narsalarni ko'rdi. Gapiradigan daraxtlar, o'zgaruvchan rangli gullar va qushlar bor edi. Yasmina bog'ning markaziga yetib kelganda donishmandni uchratdi. U dastlab qo'rqdi, lekin donishmand unga tabassum qildi va bog'ning siri haqida gapirib berdi. Donishmandning aytishicha, bog' muhabbat va mehr-oqibat bilan parvarish qilingandagina go'zallashar ekan. Yasmina bog'dan chiqib qishloqdagilarga bog'ning sirini aytib berdi. Shundan keyin qishloq ahli birgalikda bog'ni parvarish qila boshlashdi. Har kim o'z mehrini qo'shib, bog'ni yanada go'zal va sehrli qildi. Yasmina esa angladiki, haqiqiy sehr muhabbat va mehr-oqibatda yashiringan ekan. Bu bilan u boshqalarga ham yordam berish va ularga mehr ko'rsatishning ahamiyatini o'rgatdi. Va shunday qilib qishloqda hamma bir-biriga mehrli bo'lib, birgalikda yashashdi va har kuni donishmandning sirli bog'ida yangi mo'jizalar ro'y berdi.